Salom do'stlar, sizlar bilan Dalasi Mava. Bugungi videomizda yana Chesney va Keylor Navas'larni kuchaytirish videosini davomini olamiz. Demak do'stlar, mana bu yerdagi bizga kerak emas bo'lgan futbolchilar bor. Shularni sotib yuborsak, mana bu futbolchini ham olamiz. Bu yerda mana bu darvozabonni sotib yubordik. Bu yerda boshqa darvozabonlar qolmadi. Demak, Chesney hamda Keylor Navas'larni bemalol kuchaytirsak bo'laveradi. Do'stlar, mana bu yerda 4 ta scout chaqirish imkoniyati bor. Common Scout. Shuni birgalikda ikkitasini hozir chaqiramiz, ikkitasini video oxirida. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men videoni boshladim. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bu videolarni davomini o'tkazib yubormaysiz. Ko'pgina bir qancha sizga manzur bo'lgan videolarni joylab boryapman. Shularni ko'rish uchun kanalimga o'tib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Demak, birinchi skautni chaqiramiz. Arzon futbolchilar bo'lsa olib qolamiz. Yaxshi, bu yerda mana bu futbolchini olib olamiz. Bu yerda yana bir skaut chaqiramiz. Bular esa qimmatli qiladi. Demak, ikkitasini video oxirida chaqirib ko'ramiz. Demak, bu yerda Chesney hamda Keylor Navas'larni bu yerga tushirib olsak, ajoyib bo'lar edi. Videomizning asosiy qahramonlari mana Washington Chesney va Keylor Navas. Agar bu futbolchilarni kuchaytirgan videomizning birinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga o'tib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Demak, mana kuchaytirgichlarni berishni boshlasak ham bo'laveradi. Keylor Navas'ga tushmoqda. KKR ko'rsatkichi 79 bo'ldi. O'zining reytingi ham 79 bo'ldi. Ajoyib. Yana Keylor Navas'ga tushmoqda. Bundan oldingi birinchi qismdagi videoda ham Keylor Navas'ga ko'proq tushgan edi, Chesneyga qaraganda. Mana Keylor Navas'dan 80lik kartasi hamda 80lik ko'rsatkichi. Ajoyib do'stlar. Agar sizga kuchaytirish videolarim yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bundan oldingi qo'ygan videolarimga ham ko'rib boring. Ajoyib videolar joylab qo'yaman. Chesneyga tushdi, yana bir Chesneyga. Yaxshi Chesney. Yana Chesneyga tushmoqda. Endi esa Keylor Navas'ga tushmoqda. Yana endi esa Chesneyning KKH darajasi Keylor Navas'ga tushmoqda. Hozir do'stlar, bir minut bizda internet bilan muammo yuzaga keldi. Davom etaveramiz. Do'stlar, shu yerda kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yana bir ma'lumot, Telegram kanalimiz ham bor. U yerga o'tsangiz, shu videolarni hammadan birinchi bo'lib ko'rishni istasangiz, shu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunda sizga videolarning qachon chiqishi, premyerasini, vaqtini va
Hammadan birinchi bo'lib videolarini ko'rishingiz mumkin. Yana Washingtonning ham 85lik kartasi hamda 85lik reyting ko'rsatkichlarini ham qo'lga oldik. Endi esa do'stlar, bu videoni keyingi qismini ko'rishni xohlasangiz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz bu videoni o'tkazib yubormaysiz. Demak, do'stlar, sizlar bilan Dallas Mava bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Albatta, mana bu yerdagi skautlarni ham chaqirib ko'ramiz. Hop. Yo, do'stlar. Hop, bu yerda-chi. Mana bu futbolchini olamiz. Bizda esa transferlar to'lgan. Xo'sh, mana futbolchini sotib yuboramiz. Mana endi esa mana futbolchini olamiz. Va discard. Hop do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Keyingi qismlarda, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Dallas Mava.